bobolari, otalari mana bunday qilib pichoqlar osib yurardi. Bu paytda bilmadim, odamlar ancha xotirjam bo'lgan bo'lsa kerak, chunki pichoq bilan yurish xavfli bo'lmagan. Hozir yoshlar qo'liga atletga tushib qolsa ham o'zini tutolmay qoladi bolalar. Do'stlar, biz hozir Namangan viloyati Chust shahridagi Chust bozoridamiz va bu joyda juda ham katta Chust pichoqlar sotiladigan bozorcha bor. Chust pichog'i eng qadimgi brendlardan bittasi. To'g'rimi? Bu Chust pichoqlar paydo bo'lgan paytda yoshligimizda eshitganmiz, Chust pichog'i deb. Endi kelib ko'ryapmiz. Mercedes, BYD degan brendlar bo'lmagan. Lekin Chust brendi juda ham qadimdan bor. Hozir akalarimizdan ba'zi ma'lumotlarni olamiz. Kim eslaydi? Bobolari, otalari mana bunday qilib pichoqlar osib yurardi. Bu paytda bilmadim, odamlar ancha xotirjam bo'lgan bo'lsa kerak, chunki pichoq bilan yurish xavfli bo'lmagan. Hozir yoshlar qo'liga atletga tushib qolsa ham o'zini tutolmay qoladi bolalar. Aka, salomatmisiz, yaxshimisiz? Mikrofon tutaman endi sizga. Necha yildan beri bozorga chiqasiz? Yilda ochiq bozorga chiqaman. Bu ota kasbmi yo bozorda o'rganganmiz shogird bo'lib? Ota kasb va savdogarligi. Bu yerda qanaqa pichoqlar bor? Har xil pichoqlar bor aka. Masalan, so'g'u pichoqlar bor. Bu sopi nimadan qilingan bular? Shisha bu. Shishadan qilingan. Bunaqa suvenir pichoqlar bor. Suvenir pichoqlar bular. Ha, Chust pодарок deb yozib qo'yibdi, sovg'a uchun ekan bu. Bu chet davlatlarga olib ketadiganlar ham chiqadimi? Ha, shunaqa chiqadi. O'zimizda sovg'aga oladiganlar bor-a? Ha. Tanish bilishlarga. Harom siz sovg'a qilsam olamisiz? Olardim aka. Narxi necha pul aka ularni? 300 ming aka. 300 ming. Juda ham chiroyli. Zo'r pichoq aka. Oddiy soxat podarkalarni ham misol 400 ming 500 mingga olyapmiz. Bu lekin erkaklar uchun haqiqiy podark, sovg'a bu. Aka solib ko'rasiz buni? Qadam aka. Buni aka nimada tayyorlanadi aka bular listda? Indijeka bu aka. Indijeka. Hozir sizdagi pichoqlar necha foizi mana shu Namangandagi? 20-30% Namangan. Qolgan qismi ham O'zbekistonniki baribir. Qo'l ishlarida bular hammasi. Mesela şu robota. Hammasi qo'l. Endi to'g'ri, ha, boshqa bozorlardan ham olib kelib. Mijozlarga berishadi. Buni ochingchi. Pistonlarda bor ekan yani. So'pi echki tuyog'i bu. Tuyoq. Echkin tuyog'i. Ha, echki tuyog'i. Haqiqiy tuyoq. Pichoqqa baho qo'yasizlar o'zingizlar. Like bilan kelishdan. Bunaqa so'g'ib bu cho'la bu. Bu nimandir shoqimi bu? Bug'uni shoxi bu. Bug'uni shoqi. Bu qayerda qilingan bu pichoq? Bular O'zbekistonda tayyorlangan. O'zbek Chust podark ekan bu ham. Sovg'a uchun juda ham zo'r narsa, bo'lib ham misol tug'ilgan kunlarga yoki boshqa marosimlarga sovg'a boradiganlar. Agar sizlarga kimdir telefon qilsa, O'zbekistonni xohlagan joyiga yetkazib berasizlar, jo'natib yuborasizlar. Dastlabki bor, bir-ikki kunda boradi-da. Sizni raqamingizni qoldiraman akangni. Aka, bozoringiz bersin, savdongiz bersin. Aka, salomatmisiz? Suhbatingizni olamiz ozgina sizni ham. Sizda qanaqa pichoqlar bor? Bizda hammasidan bor. Bu qo'l ishlarimi hammasi? Hammasi qo'l ishi desam bo'laveradi. Sovg'a uchun yaroqli narsalar hammasi. Mana bu chiroyli pichoq nimadan bo'lgan? Siz tekstildan. To'g'ri, nejilagan. Ha. Buni qara, juda ham chiroyli narsa bor. Skromli aka. Dasasi Saygan, Buxarskiy. Aha. Ano'zi metall klapandan bo'lgan. O'tkirlagan. Buni pichoqda misol qaysidir turini hududlar yaxshi ko'ragan farqlari bormi? Misol qaysidir hudud bunaqa pichoq, qaysidir hudud bunaqa pichoq yaxshi ko'radi degan narsa bormi? Hammaga bir Endi har xil. Aka, uyda ishlatgan hozir akamiz eshitib, uyda ishlatgan qanaqa pichoq ko'proq ketadi bu yerda? Nejibeka ko'proq kuhnaga yaxshi-da. Ha, bormi bu yerda shu pichoqlarda? Uy bor. Kuhnaga yaxshi. Nimaga zanglamaydi? Mana qora metallarni ishlatib bo'lganda artib yurish joy. Sovg'a. Endi bularni shart emasda. Ha. Bular bemalol rozg'orni tebratib suvda qo'ysam ishdan bo'lmaydi. O'shani hisobiga bular Buni narxi necha bu? bular narxi 85 ming so'm. 85, lekin uzoq yil xizmat qiladi. Qayrab. Endi bitta narxini aytib beramiz. Mana bu necha pul misol uchun? 400 ming. Mana bu 400 ming so'm sovuq uchun soatni narxida. Kichkinasi alib devorga osadigan soatda aytyapman. Mana bulari 350 ming so'm. Bu nimadan sopi? Asli ibaksit deydi. Ibaksit ekan bu. Qara, juda ham chiroyli. Ochmadim buni.
Aka raqamingizni qoldiraman siznikini ham. Telefon qilishsa. O akani yoniga o'taylik-da. Assalomu alaykum. Salomatmisiz? Yaxshimisiz? Tinchmisiz? Necha xil pichog'ingiz bor? Bu yerda soni yo'q. Son sanoqsiz. Ko'p. Men endi o'zim to'g'risini sanamaganman. Ha. Bizga birorta pichog'ingiz narxini ayting, o'zingiz yaxshi ko'rganingiz. Xo'p, o'zim yaxshi ko'rganim Ha. bo'ladi-da. Bu qarang, bu nimadan sopi? Sopi mol shox, Chust pichog'i. Mol shox. molda shoxi. Materiali pachimlik abo'ymasi. Bu baquvvat bo'lib ketgan ekan, pachimni. Qassobchilikka ishlatgan. Ha, qassoblar ham olamizlar. Qassoblar oladi, albatta oladi. Necha pul mana shu narxi? 350 ming so'm. 350 ming so'm arziydi. Qo'l mehnati bo'ladi. Qo'l mehnati albatta. Bizga ana hanjarlaringizni Aka ko'rsating. mana bunaqa narsa bor ekan, bitta ko'raylik-da. Shu nima uchun bu? Bu nima uchun bu? Bu oila uchun o'sha ro'zg'orga ishlatgan, Oshxona. uy ro'zg'origa o'sha chopqa vazifasini bajaradi. Qayda suyalarga mana chopsa bo'ladi. Chust chopqa. Bu qayda chiroyli pichoq necha pul bu? Bu 150 ming so'm. 150 ming so'm ekan. Bizga ana katta hanjarlaringizni ko'rsatingchi, u ham qiziq. O'zimni xonlardek his qilyapman, hozir buni ko'rib o'sha ochilishini qaranglar. Bu yerda turgan, chap tomonda turgan-a bular? Chap tomonda turgan. Bular ham suviner-da. Suviner. Hozir endi jang hech kim olmaydi-ku. To'g'rimi? Yo olisharmi hali ham? Hozir olishmaydi. Suvenerga o'sha ilib qo'yish kerak ular. Buni O'zbekiston hududida oldim. Misol Buxoroga ketdim olib, muammo bo'lmaydimi yo'lda? Muammo bo'lmaydi, albatta bo'lmaydi. Chunki bu suvenerga ruxsat etilgan. Agar buni o'tkir holatda bo'lsa, o'tkir holatda mumkin emas hozir. Hozir o'tkir holatda emas-da bu. Holatda emas. Bu o'tkirlash bizga Mumkin emas. Mumkin emas. Nimachi? Chet davlatga olib ketaman desanchi. Chet davlatga bemalol o'sha bagajga qo'yishsa bo'ldi. O'zi bilan olib chiqilmaydi. Samolyotga bagajga qo'ysa ketaveradi bemalol. Hujjat talab qilmaydi bunga. Hujjat albatta beriladi. Ha, sizlar tomonidan Beriladi. beriladi. Kimdan olinganingiz haqida ma'lumotnoma beriladi. Bemalol olib ketaveradi. Qo'rqmasdan chet davlatlariga sovg'a uchun olib ketaverasizlar ekan, raqamingizni ham qoldiraman siznikini ham. Akalarga qo'ng'iroq qilasizlar, qaysi pichoq kim tomonidan yoqqan bo'lsa. Aka, bozoringlarni bersin. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Bu yerda hozir chiqarayotganlar ham bormi tayyorda ekan? Albatta bu. Bizga manzilini bersanglar, sizlarga hozir pichoqni qanday tayyorlashadi, necha zamonlardan beri tayyorlaydi, nechinchi avlod tayyorlaydi bular haqida bitta video davomida shular ko'rsatamiz. Videoga like bosib qo'yasizlar.